Ishqibozlar ko'ringlarchi. Vyetnamlarda mana mashit qo'yapti, xudo xolasa. Kallalari, oyoqlari mana makonlar. Tuxumlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Yozib qo'yganmiz. Telefon raqamlari. Xo'p. Xo'roz. Badanchi Paxtavodda O'ktam akani xo'rozi. Makonlar simishga toza karislarga qo'shilib, Vyetnam simishga bo'lib chiqqan. Makonlar. Bulardan ikkitasi tug'yapti. Bu ham yaqinda tuxumga kirib qoladi bu. Bedanamiz, toza bedana. Oyoqlari, kallalari, xudo xolasa bu ham tuxumga kirib qoladi. Hozir endi shu malla bilan shu bedana kiradiganga o'xshab turibdi. Xudo xolasa. Ana. Osh chiqqan makonimiz tuxumda hozir. Xudo xolasa. Ishqibozlar. Tuxum kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. WhatsApp, Telegram o'sha nomerimizda bor. Silkaga qo'yib qo'yganmiz. Shu orqali murojaat qila olasizlar. Makonlar. Xudo xolasa. Tuxumga kirdi ikkitasi. Murojaat uchun telefon nomerlarini qo'yib qo'yganmiz. So'rasizlar mana makonlar. Mashalloh deb qo'ysanglar bo'ldi. Bir like, podpiska qilib, poddeski uchun. Ertaroq shu xabarlarni chiqargan narsalarimizdan boxabar olib turasizlar. Xabardor bo'lib. Mana shu bedana kirib qoladi yaqinda. Sal o'zgarib o'zi 1-2 bostiryapti o'zini. Xudo xolasa yaxshi. Makonlar. Mana shu ikki qorani aytdim. Tuxum tug'ayotganlar. Endi bunisi bilan bunisi qoldi. Makonlar. Hammanglarga omad tilab qolaman. Kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Like, podpiskani ayamanglar. Yana bir-birimiz bilan ertaroq yangi videolar tomosha qilib turamiz.